Allohga bo'lgan ishonch, hayot ne'mati, qalb xotirjamligi, ko'zlar quvonchi, saodat manbar kuyi. Xotirjamlik va farovon hayotni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Pokiza juftni istagan yigit, Allohga bo'lgan ishonching qani? Saodatli kunni istagan banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Qarzdor banda, Allohga bo'lgan ishonching qani? Musibatlarni boshidan ko'tarilishiga bandalar, Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Gunohkor bandalar, gunohlarni kechirishiga bo'lgan Allohga bo'lgan ishonchimiz qani? Bizga mana shu ishonch naqadar kerak shu kunlarda. Suv bilan havodan ko'ra zarurroq bo'lgan ishonch. Bizda shu ishonch bormi? Axir Alloh menga duo qilinglar, ijobat qilaman degan, ishonmaymizmi? Allohdan ko'ra rostgo'yroq kim bor? Axir Parvardigorimiz Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilib degan so'zga ishonch qani? Tanglik, mashaqqatdan keyin kenglikni ham, boylikni ham beraman deyapti Alloh. Ishonmaymizmi? Ishonaylik birodarlar. Tushkunlikka tushmaylik. Har xil gaplarga quloq solavermaylik. Peshonamizga Alloh yozgandan oshcha narsa bo'lmaydi. Chunki hakimlardan biri aytgandek, yozilgan bo'lsa qayoqqa qoching? Yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqing? Yozibdimi? Qayoqqa borsam yetib boradi o'sha narsa. Yozilmabdimi? O'tga tashlasa o't kuydirmayapti. Pichoq torsa pichoq kesmayapti. Suvga tashlasa oqizmayapti. Sahroda o'lmayapti. Chunki nima qilmagan? Yozmagan. Qani shunga ishonch. Parvardigor qalblarimizda o'zingga bo'lgan muhabbatni sobit qilgin. O'zingga bo'lgan ishonchimizni, tavakkulimizni mustahkam va quvvatli qilgin. O'zingni zikring, shukringlarni hidoyat qilgin. O'zingga ro'baro bo'ladigan kunimizda og'zimizdan chiqqan oxirgi so'zimiz la ilaha illalloh Muhammad Rasululloh kalimasi bo'lishini nasib etgin. Agar shuni ham Alloh xohlamagan bo'lsa ayta olmaymiz, birodarlar. Alloh taolo siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi. Alloh taolo siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi. G'am, qayg'u, huzn insonga nimani olib keladi? Alloh taolo siz bilan bizni man qilgan ish. Mahzun bo'lma. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib, kelajakdan xavotirga soladi. Oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib, ruhing so'nib, yuzing nuri ketadi. Orzu umidlaring yo'q bo'ladi. Ey mo'min banda, mahzun bo'lma. Chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib, do'stingni mahzun qiladi. Qayg'u sababli haqiqatlarni ko'ra olmay qolasan. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazoy qadorga norozilik, ne'matga samonko'rlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u, g'am yo'q qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib, qadarni qaytarmaydi, foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan, qayg'u faqrsizlik va umidsizlikdir. Mahzun bo'lma. Agar sen faqir bo'lsang, umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingani uloving yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma. Agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma. Agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang, istig'for et. Xato qilgan bo'lsang, isloh qil. Allohning rahmati keng, tavba eshiklari ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib, vujudingni qiynab tunlarni bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazo qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa, hali qo'lingda juda ko'p Alloh taoloning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yeta olmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahillarning tanqidlariga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lik itga so'z otmaylar-ku. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguvchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga: Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur. Sizlarni moli dunyo
bola chaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog' bo'stonlarni berur. Istig'for etgan bandan ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, moli dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi. G'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullalaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zining mushkullalarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohinggacha bittagina jazo beriladi. Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Ahli qiblasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan-ku, mo'min ishi ajablanadi. Qanaqa kun kelmasin uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amri ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlardi dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohlardi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taoloning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunya sa'a fajal xato degan Rasululloh. Dunyo 1 soatlik umr bor yo'q. Ana shu 1 soatni ibodatga aylantiringlar degan Rasululloh. Kim o'lmaydi? Kim o'lmaydi? Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayoting yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bostirib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik, xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda ishlar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini u teshik urib ko'radi, bu teshik urib ko'radi, undan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxirida. Siz Alloh deng, mushkulingizni Alloh kimi qo'li bilan qanaqa qilib hal qilib beradi, uni kim biladi? Chunki unga saharlarda hojatlarni so'rab qo'llar cho'ziladi. Qalblar uning marhamatidan umid qiladi. Uning ismini aytib, ko'ngillar taskin topadi, ruhlar orom oladi, asablar tinchlanadi. Uning ismini qalbingdan aytgin. Ishonib unga duo iltijo qilgin. Uning rahmatidan umid qil. U duolaringni eshitib turganiga va albatta ijobat qilishiga ishongin. Shunda agar shunday so'rasak, nima bo'ladi? Omonlik, xotirjamlik, farovonlik, to'kin sochinlik, quvvat, izzat, yordam, lutf, inoyat, ihson keladi Alloh tomonidan. Faqat shunga loyiq bo'lishlik kerak. Yo Alloh, bedor ko'zlarga xotirjamlik uyqusini, omonlikni bergin. Istirobga tushgan qalblarga taskin va halovat bergin. Ularga yengillik va yaqin fathini bergin. Yo Alloh, ko'zlarni o'z nuringga hidoyat qilgin. Adashganlarni to'g'ri yo'lingga boshlagin. Parvardigoro, bizlardan g'am qayg'ularni ketkizgin. Yo Alloh, agar unutgan yoki xato qilgan bo'lsak, bizni azobiga giriftor aylama. Parvardigoro, bizlarning zimmamizga bizlardan ilgari o'tganlarning bo'yinlariga qo'ygan yukingni yuklama. Bizlardan tashvish iztiroblarni ketkizgin. Xavf va xatardan yolg'iz o'zingdan panoh so'raymiz.
Parvardigor, sendan boshqalarga suyanib qolishdan, boshqalardan umid qilib qolishlikdan panoh so'raymiz. Sen bizning hojamizsan. Yengil kunimizda, og'ir kunimizda, tashvishli xotirjam kunimizda Allohga o'ziga ishonaylik.